nima niyat Allohga juda tez yetib borar ekan. Juda ham bir jahlda qilingan niyat tez yetib borar ekan va shu bilan birga ezilib ketib, mazlum bo'lib, yolvorib qilingan niyat Allohga tez yetib borar ekan. Bizni jahlimiz chiqishi juda ham tez bo'lganligi uchun mana shunaqa paytda ham odam unumli foydalanib olish kerak ekan. Zo'r ishlaydi shu texnika. Kimdandir qattiq jahli chiqib turgan paytda, sizga nohaqlik qilgan paytida, uni qarg'agingiz kelib turgan paytda, uni gapirish o'rniga o'sha paytda o'zingizga duo so'rab oling. Hali ko'ramiz shuni hayotini deyish o'rniga, ilohim menga mana bunaqa narsa bergin ilohim Allohim. O'zingiz xohlayotgan niyatlarni o'sha kuchli emotsiyada o'zingizga so'rab oling. Ikkita narsani oldini olgan bo'lasiz. Birinchisi bu birovni qarg'ashdan o'zingiz tiygan bo'lasiz, negativ emotsiyaga kirmagan bo'lasiz. Ikkinchisi esa shu